Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi avzorimiz mana shu Golshten sigir bilan simental g'unojincha qochar haqida bo'ladi. Shu haqida bo'ladi. Bugungi sanamiz 2-iyun. Haftaning dushanba kuni 2025-yil. Aziz do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafingizga qizil podpisatsiyaga obuna degan yozuv bor. O'shani bir martagina bossangiz bizga obuna bo'lasiz. Doimo mana shunaqa foydali videolar birinchilardan sizlarga yetib boradi. Albatta esingizdan chiqmasin, like ni bosasizlar. Like videomizni keng ommaga tarqalish uchun like ni bosasizlar. Fikringiz bo'lsa kommentariyga yozasizlar inshaalloh. Manzilimiz Samarqand tuman Gojo mahallasiga mana shu Golshten sigir, keyin mana shu simental qo'charimiz sotiladi. Bir qator ma'lumotni beramiz inshaalloh. Bizning Telegram gruppamiz bor. Lotin harfiga Telegramga chorvadorlar yozsangiz chiqadi. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shunaqa foydali videolarni joylashtirib boraveramiz. Olishingiz yo sotishingiz mumkin. Bo'ylarga kelsak, bo'yi 150 atrofga chiqadi inshaalloh. Birinchi bolasi bu. Birinchi bolasi. Bu yerga hozir ozgina pul kerak bo'lgani uchun stroka qilyapti. Shuning uchun sotamiz deyapti. Ikkovini ham xohlasangiz bitta olasiz, xohlasangiz ona bola olsangiz bo'ladi. Bolasi ana buni simental. Bolasi simental, ozgina shoxchasi chiqqan. Bir 4 sm shoxchasi chiqqan. 1 yashar, 1 yil 2 oylik. 1 yashar 2 oylik bo'lgan. Bunga ham hozir ma'lumotni beramiz. Buni bo'yi 150 atrofga chiqadi. Golshten suti necha litr berardi? Tug'ganiga? 15 litr, 16 litr berardi. Ular asosan kamroq silos berib, ko'p kepak samon beradi. Shuning uchun suti sal kamroq. Mana bu silos bersa, dalaga olib chiqib o'tga bog'lansa, kuniga 20 litrgacha olib chiqarsa bo'ladi. Bu Golshtenlar shu sut yo'nalishiga sutni zo'r beradi inshaalloh. Ko'pi asosan biza Samarqand selisiga asosan nima? Samon beradi-da. Silosni kam olgansizlarda, shundaymi? Silosni ko'p bersa ham rangi ham tiniq bo'ladi, ham kengayib, suti ham zo'r bo'ladi. Suti yaxshi ham bo'lmasa buni. Mashalloh. Qochganmi, qochmaganmi bilmaysiz-da bo'lmasa. Qochganmi, qochmaganmi bilmaysiz. Hozir buni sotamiz deyapti. Buni ikkovi bir joyga necha pul? Keyin hozir mana bu 1 yashar 2 oylik, bo'yi 1.25 atrofga chiqadi mana. Simental. Bu chetdan kelganiga qorniga bo'lgan-a? Qorniga bo'lgan, bilmaymiz. Shu Tayloq firmadan olgan. shu bu Hojibo Rossiyadan olib keladi-da. Rossiyadan olib kelganga Rossiyadan qochganda mana shu simentalimiz. To'g'ri. Mashalloh. Simental haqiqatan rangi ham o'ta tiniq, zo'r. Sigir qilsa zo'r bo'ladi ya inshaalloh. Buni ikkovini bir joyga necha pul? Donaga ham sotasiz, ikkovi bir joyga ham farqi yo'q bizga, ha? Hozir ikkovi bir joyga necha pul mana? Bolasi 1.25, onasi 1.50 atrofga chiqadi. Birinchi bolasi 15-16 litr sut berardi, birinchi bolasi. Bu simentaldan gapiring bo'lmasa bolasidan? Simentalni 28 million deyapman. 28 ha? 25 bo'ladimi? Pul chiqadigani. Mayda shuda qilmaydi. 25 million naqd sanab beraman. Kelishamiz ha? Inshaalloh. Mana hozir orqa tomondan ko'rsatamiz simentalimizni. Simentalimiz haqiqatan zo'r, menga ma'qul bo'ldi. Mana shuni olib sigir qilsa, inshaalloh sal o'rgatib. Mashalloh, buni qarang. Stoykasi ham zo'r ekan. Tashqariga chiqmaganda bular. Bunday chiqarib o'tga bog'lab bir u yoq bu yog'ini qashab qilsa, zo'r nima bo'ladi-da, odamga o'rganadi-da inshaalloh. Ular hali uncha nima emas. Faqat og'ilga samon bergan nima bo'lgan, shuning uchun uncha nima bo'lmayapti. Bitta qashab qilib o'rgatsa, keyin yaxshigina sigir bo'ladi-da. Bitta urug' qo'yish kerak ham bunga ham. Inshaalloh. Agar ho'kiz bo'lsa, ho'kiz qo'ysa bo'ladi. Uje 1 yashar 2 oy bo'lgan bo'lsa, yana 4-5 oydan keyin qochirsa bo'ladi inshaalloh. Mana ko'rinishi.
28 milyon aytyapti. 25 milyon dedim. Kelib ko'rsa kelishamiz deyapti. Bunisichi Adelniga. 35 yapma. 35 milyona kelishadigan joyi bor. 300 milyon bo'ladimi? Naqd sanayman desa. 300 bo'lmaydi. Qaysi kelishtirib. Kelishtirib berasiz, ha? Mana bo'yni, orqa nimalarni ko'rsatamiz. Oyoqlari sog'lom, ham yeshi ichishi qanday buni? Privkasi bo'lgan-a? Bular hech qanaqa kasallik nimasi yo'q. Prosta bu tarafga stroyka qilyapmiz. Shuning uchun sotyapman deyapti. Pul kerak bo'lgani uchun deyapti. Xohlasa ikkovi bir joyga nesh pul? Ona bola. 60 milyona 55 naqd sanayman desam. Obunachilar. Ha? Kelishamiz, ha? Keyin dastavka xizmat qanday? Boshqa viloyat yoki boshqa tumanlar, Samarqand tuman, boshqa tumanlarga bo'lsa, dastavka qanday bo'ladi? Ha, dastavkani kelishtirib beramiz. Kelishilgan holatda, kelishilgan holatda dastavkani qilib beramiz deyapti. Mashinamiz yo'q, mashina topib kelishtirib nima qilamiz deyapti. Kelishilgan holatda ana. Sigirimiz Goldstein, haqiqatan zoti yaxshi. Ozgina nima? Mana shu o'tdan to'yish kerakda, mana shu yozga ayollar qaradi. Ha, o't, beda, mana shu silos, asosan bularga silos bersa zo'r o'zgaradi inshaalloh. Xonamiz faqat maydaroq. Ha. Shuning uchun aziz do'stlar, mana sigir boqyapsizmi, ho'kiz boqyapsizmi, asosan silos berish kerak. Kimgadir silos nomeri yo'q desangiz, nomer telefonni aytib o'tamiz. Dastavka qilib beramiz. Samarqand bo'ylab, shahar bo'ylab dastavkamiz bor 50 ta oganga. Nomer telefon 93lik 337 98 14. Bu siloschining nomeri. Kimga kerak bo'lsa olib borib beramiz inshaalloh. 50 tadan kam oganga dastavka xizmati qo'shiladi. Azizlar. Narxi 28 ming so'mdan 20 kilolik donli yaxshisi. Bu 60 milyon kelishadigan joyi bor, ha, inshaalloh. Bunisi 35 milyon, bunisi 28 milyon deyapti, kelishtirib beramiz deyapti. Mana. Orqa yeninglarni ham ancha o'ziga kelib qopti, ha? Mashalloh. Kecha doktor keldi, o'zi 1-2 oyga bo'ladi. Ha. Ha, yozga endi qochsa, keyingi yozga mayga uje 1-2 oydan qochsa, keyin may iyunga bu ozgina samon, yaq nima, beda-meda yeyapti. Kepak. Zo'r ekan, mana shu zo'r ekan. Onasi ozgina nimadan qolgan ekanda, yani shu silos berish kerakda. 1 yil 2 oydan beri sog'ayapmiz. Ha, hozir ham, hozirgacha sut beradi-da. Necha litr? 8 litr ertalab, 8 litr kech. Yo'q. Shuning uchun buni sog'oldi-da mayda deb. Ha, shuning uchun buni borku, o'zi chiqarish kerak. Bu haqiqatan sutga to'ygan ekanda, ha? Shuning uchun men bunga xuddi yem bergandek ko'rinyapman, lekin yem bermayapman deyapsiz. Bu sutdan to'ygan ekanda. Haqiqatan aziz do'stlar, mana sutdan to'ygan, mana shunday sigir qilaman deganga 28 milyon, yana xayriga o'tib beramiz, kelishtirib beramiz deyapti. Toza sementdan faqat shoxchasi bor, ha, ozgina shoxchasi bor. Mashalloh. Bu Rossiyadan bu sigirni Hojibo olib kelgan edi, o'tgan yilmi, qachon? Ha. Keyin bo'g'oz paytiga bular olib nima qilganda? Tug'dirib katta qilganda. Azizlar, videolarimiz mana shulardan iborat edi. Videomizga xato kamchilik bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'lingizlar. Fi amanillah.